Hürmetli vatandaş, leksiyeni davamlaştırmaz. Endi bugünkü yeni leksiyemiz bundaq sizlerge sözleydiğen. Yeni leksiyemiz bundaq. Bugün Çiğstak 2020 12. ayın 18. günü. Zor vaka yüz beremdi. Çünkü bu haber, sizlerge sözleydiğen haber, Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Mahkemesi'nin arka-arkadan tuyuqsuzda Twitter'ga yazgan söz fikirleri. Bunundan torbettikiler hayran qalishdi. Şunu ayrım aldı tercüme kılıp Xitay tiliga qo'yaptı. Men bugun sizlarga yetkizman buni vatandaşlar. Zor vaka yüz beremdi. Gayri bir ahval. Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Mahkemesi arkadan Twitter'ga fikir qaldırdı. Mavzulu haber 12. ayının 17. günü Vanvitor bitidi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Birinchi, Amerika bir egilik huquqliq davlat. Baştan ahir grajdanlarning bexatarligini qo'g'dash bizning birinchi vazifamiz. Ikkinchi, Jungo Kompartiyasi amaliy tahdid paydo qildi. Biz Jungo Kompartiyasining normal şekilde dünya sahnesiga qatnashishni umid qilamiz. Uchinchi, Jungo Kompartiyasining Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid paydo qilishi bizning pul muomala bozorimizgacha kengayib yetib keldi. Hem Amerikaning mablag' solg'uvchilariga ta'sir ko'rsatdi. Qarab beqinglar. Bizning kapitalimiz, yani pul dollarimiz demek, kapitalimiz harbiy ishlar ishlab chiqarish va kishilik huquq daxlatlar o'z qilayotgan Jungo Kompartiyasi shirkatlariga qanday qilib mablag' soldi? To'rtinchi, Amerika cemiyetimizin erkinliğe, güllenishi ve kelgüsini qo'g'dash uchun biz o'rtaq tirishchanlik ko'rsatamiz. G'arbiy Tinch okeandan olqib, ko'pchilikni uyg'otib, Jungo Kompartiyasining xristilarga taqobil turamiz. Bu shuni yana bir o'qib o'tay, kechiring vatandosh. To'rtinchi, Amerika bizning cemiyetimizin erkinliği, güllenishi ve kelgüsi qo'g'dash uchun biz o'rtaq tirishchanlik ko'rsatamiz. G'arbiy Tinch okeandan olqib, ko'pchilikni uyg'otib, Jungo Kompartiyasining xristilarga davomli taqobil turamiz. Beshinchi, Jungo Kompartiyasi bizning narsalarimizni kerak qilmoqchi bo'layotdi. Bar kuchini ishga solayotdi. Bizning narsalarimizni o'g'irlab ularni, ya'ni Jungo Kompartiyasini tanqid qilganlarni bostirayotdi. Bizning narsalarimizga ega bo'lmoqchi bo'layotdi. Ularni o'g'irlab, shuning uchun deyli, Jungo Kompartiyasi tanqid qilganlarni bostirayotdi. Dağınıq muxbir, yani bir haber vatandaş. Dağınıq muxbir mundaq ko'rsatdi. Donald Trump cho'ng saylamda g'alaba qildi. Ondan yana Peter Navarro doklad e'lon qildi. Mavzulu haber 12. ayının 17. günü Vanvitor bitidi e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Aks haberleri Suudi programımızdan riyasetçisi, danlık muhbir Maria Bartiromo
Mariya Bartiromo ettigellik programmasida qattiq bir xabar e'lon qildi. Bir şərəflik muxbir sübtədə Mariya Grejdallağa Amerika Grejdallarıға mundaq dedi. İstihbarat sahasıdakilərdən bir nəfər kişi mənə mundaq aytib berdi. Donald Trump müşəqqətim prezident sayılımında həqiqətən qalbi qıldı. Mariya sözünü toluqlab durub mundaq dedi. Ali Sot Məhkəməsi bu qətim saylamda saxtapazlik qildi degan diloni qabul qilishi kerak. Aqsaray Sud komitetining mudiri Peter Navarro bugun saharda mushu navbatlik saylamda 6 təvrinib turgan shtatlar saylimida ko'rilgan saxtapazlik to'g'risida doklad e'lon qildi. Doklad 6 ko'rsatkichga asoslanib 6 shtatda o'tkazilgan saylamni Peter Navarro nihoyatda chiroyli aldamchilik deb ko'rsatdi. Va har bir ko'rsatkich ustida 6 shtatda umumyuzlik saylam aldamchiligini tapqili bo'ladi dedi. Bu 6 ko'rsatkich mundaq. Uzil-kesil saylovchilar aldamchiligi, biletlarni to'g'ri bir taraf qilolmaslik yoki to'g'ri sanamaslik, talash-tartish xarakterlik tartibga xiloflik qilish, barobar himoya qilish qonun moddalariga xiloflik qilish, bilet tashlash mashinasining normalsizligi hamda bilet sanashning normalsizligi. Bu 6 ko'rsatkich, musha ko'rsatkich bo'yicha bu qatim cho'ng saylamda xiloflik ishlari ko'rildi deb Aqsaray Sud iqtisod komitetining mudiri, maslahatchisi yoki prezident Trumpning iqtisod maslahatchisi Peter Navarro yuqorida gap qildi. Onun üstüge Pakiz xabarlar televiziyasining danglik muxbiri, mesela Sud tijorat programmasining danglik muxbiri Mariya yuqorida gap qildi. Hurmatli vatandosh.